شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, bizning bugungi darsimiz Sura Baqaraninki 213-oyatga keldik. Alloh subhanahu va taolo ilgirki oyatlarda bizga bir qura eskartishlarni berib, yaxshilarning, yomonlarningki oqibati, yomonlik yo'llaridagi omillardan hazar aylash, insonning xarakteri haqida bir qura ma'lumotlarni bergandan keyin bugungi oyatda asli xatolashning manbasi haqida inchik uchurlarni beryotdi. Davatudu astaizu billah. Kana an-nas ummatan wahida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Oyatni avval qisqacha bir tarjima qilib o'tsam, insonlar asli bir ummat edi. Bir ummat degani insonlarda bugun kundagidek da'dalash, ixtilof, o'zaro talashish, manfaat ko'rishi yo'qdi asli. Bu haqda sal turib tafsili to'xtalamiz. Kim paydo bo'ldi? Shuni bilan yo'llar ayrildi, har xil yo'llarga bo'lingan bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo shuni bilan payg'ambarlarni to'g'ri yo'lda manganlarga xush bishorat, xato yo'lda manganlarga ogohlantiradigan payg'ambarlarni avatdi. Payg'ambarlar bilan birga haqiqiy kitobni haq bilan tushirdi. Ular da'talash qilgan, ixtilof qilgan o'rinlarda qana qilish uchun, hukm qilish uchun. Amaliyotda ularning ixtilofati masala oydinlashib, dalil, paket, hujjat, haqiqat qaysi, nohaq, haqsizlik qaysi oydinlashib bo'lgandan keyin bo'lgan ixtilof asli. Va maxtalafa fihi illa allazina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayinat. Ya'ni bu kitob berilgan kishilar bu masala. Bu masala oydinlashib bo'lgandan keyin ixtilof qildi. Bu ixtilofning tub sababi bag'yan baynahum, o'zaro bir-biriga tajovuz qilish, haddidan eshish, haqsizlik qilish, boshqalarning haqqiga tajovuz qilish ustidan Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni, ya'ni o'zining izni bilan haqiqatga qana qildi boshladi. Alloh xalqan odamni to'g'ri yo'lga boshlaydi degan ma'noda Alloh bu oyatda bizga masalaning nima ekanligini eskartib o'tdi. Endi men oyatni tarjima qilgan jarayonda azroq tushuntirishlarni ilova shaklda qo'shdim, az bo'lsa-mu. Ammo oyatni tubtuz tarjima qilgan vaqtda kishilar asli ilgari bir ummatdi, keyin payg'ambarlarni ogohlantiruvchi, xush bishorat berguvchi avatgan deb tuz davomlashdi oyatning mazmuni. Bu mazmundan balkim shunda savol kelishi mumkin zihnimizga. Kishilar asli bir xil xarakterdagi millat tusa, bir ummat tusa. Masalan, ixtilof ishlarning hayotiga nereden keldi? Oyatning o'ziga qarasak, kishilar bir ummatdi, Alloh payg'ambarlarni avatdi dedi. Asli hech qanday masala yo'q ekan, payg'ambar avatishdan ilgari. Masala nereden chiqdi? Desa, biz Qur'oni Karimdagi oyatlarni tushunish uchun shu oyatlarning ma'nosini boshqa oyatlar bilan birlashtirib tushunish to'g'ri keladi. Sura Yunusda
Sura Yunus'un 19. ayetinde bu ayetga o'xshash bir ma'noda bir ayet var. "Ve ma kana an-nasu illa ummatan wahida." Kişiler asli bir ummatdi. Qaranglar, deb bo'lib fahtalafu. Aniki ular ixtiloflashdi. Bu ixtilofat asli insonning normal zaminda yashashda mos kelmaydi asli. İnsanlar onda ixtilof, onda ziddiyat bilan yashamaydi. Bular yo'qolishga haqli. Lekin Allah subhanahu va taolodan ilgari pututilgan bir putuk Lavhul Mahfuz bo'lmagan bo'lsa Allah. Ma'lum davrgacha, qiyomatgacha insonlarning zaminda yashashi taqdir qilingan bo'lmasa, laqudiya baynahum fima fihi yaxtalifun. Masala darhol ayrilibdi. Lekin Allah ma'lum hikmatlar bilan insonlarni mush shaklda bir mezgil yashsin deb hukm qildi. Shu tufaylidan insonlar har xil yo'lda mansimi o'xshamagan ixtilof qilisimi ketyotdi. Yani biz ayetni ayet bilan bağlab tushunganimizda men tarjima jarayonida asroq ilova bergan masala oydinlashdi. Ya'ni asli qanday masala desa? Asli Allah subhanahu va taolo Adem alayhissalatu vassalamni zamonga tushirdi. Adem alayhissalomga Havva onamizni juplab berdi. Bu ikkilandan Adem alayhissalomning avlodlari maydonga keldi. Allah Adem aleyhisselam'a dünyada yaşaş talimatını berdi, prinsipini berdi. Adem aleyhisselam'ın bir muncu sınaqdan tavlab ötközgenden keyin Adem aleyhisselam bu talimatlarını ballarına ügetti. Yani bu şekilde asli tüptüz ixtilaf qilmasdan bir yolda, bir aqidada oxirgacha mangan. Ularda hiç ixtilofga iboradigan masala yuz bermagan. Nima uchun yuz bermaydi? Chunki ular soni az. Dunyo kengri. Manfaat to'qinishi yo'q. Dunyo hammadan sig'dirdi masalan. Hech narsani datalashmaydi. Kim nimani og'iz kelsa oladi. Zaminning mulkiyati hammalarga o'rtaq u vaqtida. Çünkü adam az, zamin keng bo'lg'achqa nima og'iz kelsa elib, xohlagancha elib, boshqalarga erishadi. Bir adam necha metr, balkim necha 10 ming metr yerga yo'g'on qasrdek uylarni salib olsa hech kim bir narsa demaydi. Ya kengri. Bugünkidek pulga yeb qilmaydi. Xohlagancha mevzulardan olsa bo'ladi. Demak, zimindeki tunç insanlar olğaç, san az olğaç, etraftaki imkaniyetler bularning ihtiyacından eşip teşip olğaç, hiç menfaat to'qinishi yo'q. Xalqan adam xalqanni qila oladi, xalqan adam xalqanni qiladi. Yani kişiler ayetning boshidagi kana nasu ummatan wahida degani asli mashtatdi. Men bir zil nokta var. Menfaat to'qinishi olmag'achqa insonlar bir yo'l ditdi. Hiçbir ixtilof yoktu. Hiç da'talash yoktu bularda. Tama yok, yani açgözlük yok. Başkalarının üzerine yuqori o'ringa qo'yish yo'q. Başkalarının haqqiga ko'z tashlash yo'q. Shaxsiyatchilik qilish yo'q. Mashtaqti. Mishadan bir narsani xulosalasak, dunyodagi ixtilofning, ziddiyatning, yo'l ayirmichiligining kelib chiqish manbasi dunyodagi manfaat. Dünya pul mallarga bo'lgan ochko'zlik manfaat masalasi. Dal mushadan xohish degan narsa. Xohish degan nima desa, ko'ngilning bir yangi tortishi chiqadi, mushadan chiqadi. Endi qachon Adem alayhissalomning ballarida mush ahvol davomlashib kelib, qachon ziddiyat paydo bo'ldi desa, dal manfaat kelgan vaqtda to'qinish paydo bo'ldi. Bu masala Adem aleyhissalatu vesselam'ның balları dünyanın bütün ahalisi nüfusu şu. Bugünkidek onacak adam yok. Xalqan adam bilen izlep sorab o'zi xalqan to'y qilinmaydi. O vaqtdagi shariatning hukmi, shu vaqtning amaliy sharoitiga asosan Adem aleyhissalomning jup tug'ilgan ballaridagi o'g'ilni yana bir tug'ilgan, ya'ni zaman farqi bilan ilgir tug'ilganlarni, keyingilar bilan keyin tug'ilganlarni, ilgirgilar bilan to'ylashdan, ya'ni bir vaqtda tug'ilgan qo'shgizaklarni emas, balki zaman farqi bilan oldida tug'ilgan o'g'il qizninki qizni, keyin tug'ilgan o'g'il qizning o'g'liga, keyin tug'ilganning o'g'lini oldidagining qizga degandek almashtirma vaqt nuqtasidan
bu şekilde toy qilish yo'lga qo'yildi. Yo'lga qo'yilgandan keyin Habilning qissasi hammalarga Qur'oni Karimdagi ma'ruf qissa Sura Maidaning 27-oyatida bu qissa bizga bayon qilingan. Atlu alayhim naba ibnay Adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Oyatda bayon qilingan qissa asli qanday qissa desa, bayatın deganimdek, işte toy qilish masalasi keldi bu yerda. Toy qilish masalasi kelgan vaqtda Ibn Abbas, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhumlar rivoyat qilgan hadisning mazmuni bu. Habil Qabilninki qarindishinin, birga tug'ilgan qarindishini toy qilmoqchi bo'ldi. Chunki Qabil Habilning cho'ngi, Habil kichigi. Qabilning singlisi Habilning singlisi qaraganda chiroyliroq edi. Mushu ta'limot Adem alayhissalom bolalarga bergan ta'limotdi. Ya'ni Alloh shu vaqtda buyurgan ta'limot mushu. Ya'ni qoida shu ham shu vaqtdagi to'y qilish qoidasi shu. Musha kelgan vaqtida Qabil singlisini Habilga bergisi kelmadi. Chunki singlisi chiroyliqdi. Adem alayhissalom buyurdi, unumadi. Shuning bilan Adem alayhissalom bu ikkilanni qurbonlik qilishga buyurdi. Habil simiz qo'ydan birini qurbonlik qildi. Qo'yibotdi. Ya'ni bu simiz degan ibora ifoda qo'llanishi, ya'ni bu bir xil ixlos bilan qildi demakdek bir ifoda. Habil yeriyotdi teriydigan yeri. U yerdan chiqqan mahsulotdan nacharlardan tanlab qurbonlik qildi. Bu buning ixlosining kamligining ifodasi. Shuning bilan shu vaqtdagi qurbonlikningki qabul qilinish shakli boshqalarga o'zidan boshqa odam yo'q hamda dunyoda. Unda bo'lgandan keyin o't kelib qilingan qurbonlikni, qabul qilingan qurbonlikni yeb aktatdi. Kimningki qabul qilindi? Habilning qurbonligi qabul qilinib akitildi. Qabilning qurbonligi qo'yib qo'yildi. Musha kelgan vaqtda bizga nurg'un jamiyatda yashash, diniy xizmat qilaman, millatning xizmatini qilaman deganlarning qilayotgan xizmatida boshqa ahvollar yuz berdi. Ya bizning ixlosimizning tuvanligi yoki bizning qusurimizning tuvanligi ish qilib ma'lum sabablar bilan xizmatimiz o'tib qolmaydigan ahvollar bo'ladi. Qabul qilinmaydigan ahvollar bo'ladi. Shu vaqtida bizning dal imtihonga duch kelgan negizlik vaqtimiz bo'ladi. Masalani ko'rib, hushimizni tepib, o'zimizga qaytadan murojaat qilishning o'rniga g'azablanib bizning qarshimizdagi, atrofimizdagi bizga qaraganda ishi eqiyotgan yoki ishi o'ng kelayotgan, biz bilan o'xshash yo'ldagi biz erishamagan g'alabalarga yoki natijalarga erishgan boshqalarga hasad qiladigan vaqt shu vaqtda bo'ladi. Asli qilishga tegishli ish shu vaqtda o'zini qaytadan tashvib chiqish kerak. Habilning qurbonligi qabul qilindi. Qabilning qabul qilinmagandan keyin Qabil asli o'zini tashvishning o'rniga ochiq qilinib dedi. Asli o'tirmayman dedi. La aqtulannak. Chunki qabul qilinmadi, aslingisini belgisi yo'q. Buningga javoban Habil nima dedi? Innama yataqabbalullohu minal muttaqin. Asli taqvo bo'l demakchi. Demak, bu qismning bizning bugungi darsimizga munosabatli tarafi nima desa, asli insonlar o'tirib chiqilgan azorlik, to'qinish, ixtilofning manbasi dal manfaat. O'zini boshqalardan yuqori ko'tarish. Manfaati tarlashgan ozlig'i vaqtida tug'iladi bu. Kengaygan vaqtda hech kim birisiga qanaqa qilmaydi, hasad qilmaydi. Masalan, misol olsak, bir baqqa kirib qolsak, hech kim talashmaydi, chunki bog'da kengri. Xalagancha yeyisi bo'ladi, ammo oldimizda 4 odam bor, 3 olma bo'lib qolgan vaqtida insonni qal misolga da'vatiman-ku, dal shu vaqtida menga qaysi tiga, menga tegmasmi tigami deydigan bir xohish, ochko'zlik paydo bo'ladi, ansash paydo bo'ladi, dal masala mushaydan chiqadi. 2 odamga 3 dona olma bo'lib qolgan vaqtda men 2ni olamanmi, birini deydigan masala paydo bo'ladi. Ya'ni insondagi ixtilof insonlardagi dal mush nuqtadan paydo bo'ladi. Demek kana nasu ummatan wahida degani aslida ular manfaat to'qinishi bo'lmagan vaqtda bir yo'l ditdi. Ammo qachonki manfaat masalasi o'rtaga chiqdi, manfaat masalasi, shaxsiyatchilik shu vaqt boshlandi. Shaxsiyatchilik
toqunuş şu vaqtda başlandı. Yani her insandaki şu vaqtda özüge tatıdığan bir taraf paydo oldu. Özünün özüge şəxsiyyətçilik qılğan bir taraf paydo oldu. Dal muşu biz davamlıq xahişqə əgəşməslik, havayı həvəsqə əgəşməslik deyəndə ki, hava şu. Yani özünü oylagandan keyin ki o adamdaki oy fikir hava. Xahiş, havayı həvəs deyimiz bunu. Hamda agar Allah xalaqan bolsa özünün Adem Aleyhisselam'a bergen şu vaqtda bergen ta'limotini qiyomatga qadar shu shaklda qivtala etdi. Lekin Allah subhanahu va taolo marhamatlik zot bizni yaratgan bo'lg'achqa bizning umumiy psixik ma'naviy ichki dunyolarımızdan hammani to'liq biladigan bo'lg'achqa bizning ba'zida aqlimizni topsak, ba'zida xatolashadigan, ba'zida ta'limotlarni ching tutsak, ba'zi sal qaraydigan mashda bir mijozimizni biladi. İnsanlar bir mezgil to'g'ri yo'lda mangadi deyilgan, o'zi tushungan, aqli qabul qilgan shaklda bir mezgil degan asta teyib ketadi. Chunki xohish masalasi va g'aflatlashish masalasi va bir shunchalik muntazam mangan insonmi turib g'afillashadigan, yo'ldan chiqadigan ahvollar bo'ladi. Qandaqdir bir manfaatga duch kelgan vaqtida qaydigan ahvol bo'lishini o'ylayman. Alloh subhanahu va taolo ta qiyomatga qadar Peygamber Aleyhisselam'a kadar İsa'da peygamberler karvanını üzlüksüz insanlara evet dedi. O peygamber ayurt, mayurt digendek. Sonuçta ayetti ki asli insanlar bir yol ditti. Hıtlap yok de ola. Bir akide ditti, bir göz karaş ditti. Ama yine menfaat tokunuş tüpeledin ola. Türlük yollara özden xahişleri ergiş ahvalları peyda oldu. Şunu ola ve feba'asallahu nebiyyine mubeşşirine ve mu'zirin. Allah yaxshi ishlarni qilib to'g'ri yo'lda manganlarga xo'sh bishorat beradigan, xato yo'lda manganlarni eskartadigan payg'ambarlarni avatdi deb ma'ni davotida oyatda. Ya'ni oyat tilg'ilingan tabshir, inzor degan ifoda nima desa, ya'ni kishilarga jannat deydigan narsa bor, do'zax deydigan yer bor. Shundami? İman etgan Allohga, bu yo'lda mangan, bu yo'lning ta'limotlarini hayotiga tatbiq qilganlarga cennet kirdi. Onun aksice inkar qilgan, ta'limotlarni uyg'unlamagan, tatbiqlamagan, yo'ldan chiqqanlar do'zax kirdi deb aslatish boshqalarga shuni deyish, xabar berish buning bo'ladi tabshir, inzor, ya'ni ogohlantirish, xo'sh bishorat berish bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu yerda Sura Araf'nınki 172-173 ayetlerinde özünün barlıq birlikiga bizni özümüzni guvoh qilib va iz akhadha robbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum öz vaqtida Rabbing banu Adamdan ularning butun avlodlarini chiqardi, ularni o'zriga guvoh qilib men sizning Rabbinglar emasmi dedi. Qalu bala shahidna. Ya'ni balki o'zlari bizning Rabbimizda biz qana qildik, guvohlik berdik. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل كنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون deb bizning aslida Alloh subhanahu va taologa bu guvohlikni, bu va'dani berganligimiz, ammo vaqtning o'tishiga ergishib asta uning qarab buning qarab ota-onalar qalab avlodlarning xatolashadiganligini bu oyatda bizga deb beryapti. Bu yerda masalan insaniyetin Allah avval bir guvohlik oldi. Yani Allah'ni özümüzün Rabbi deb guvohlik berdik. Allah'ni bizning igimiz deb guvohlik berdik. Allah'tan boshqa iloh yo'q deb guvohlik berdik. Bu bizning asli tabiatimiz, asli xarakterimiz, yaratılma programımızda bu var. Ondan keyin dunyoga keltirgandan keyin birinchi dunyoga kelgan Adem Aleyhisselam ve onun balları bularga prinsipni berdi, manhajni berdi. O vaqtida oyatni bayatni deb o'tganimizdek xohish, shaxsiy, nafsiy xohish yo'qdi. Bu ta'limot shu bo'yicha tatbiq qilinib mangdi. Undan keyin bayatni degandek dal manfaat to'qinishi kelgan vaqtda xohishlar ko'paydi. Xohishlarning ko'payishi degandek manfaatlarga bog'liq. Bu menfaatliga bog'liq bo'lib qoladi, chunki shu menfaatning boshqalarga ketib qolishini qana qilish, qo'rqish, o'zini yaxshi ko'radigan ish paydo bo'ldi. O'zim men deydigan ish paydo bo'ldi. Demak, menfaatlar kishilarning tamosiga, ya'ni ochko'zligiga yetishmagan siri, o'rtaliqda bo'lgan menfaat kishilarga yetishmagan siri mellan, men qivolay, boshqalar qilmasin degan ahvollar u vaqtida paydo bo'ldi.
Buni biz haliqi atrofimizdagi bozorga qarab baqsaq, biror mahsulot kengri qaysi do'konga kirsa, qaysi bozorga olsak, kengri tepiladigan o'xshab qolsa, u vaqtda biz hech qanday bir masala chiqmaydi yani. Baham intayin normal. Shundami? Kriz chiqmaydi. Ammo qachoniki shu mahsulot aziyib, asan tepilmaydigan, tiz elvanmasa qanmaydigan kelib qolgan vaqtda kishilarning ehtiyojiga yetishmagan vaqtda kishilar hammasi men elvalay degandek bu mahsulotni talishidi. Del mushyadan an kriz doğdu, müşkil qiyinchiliklar mushyadan chiqadi. Allah subhanahu va taolo o'zining xalqiga mehribon bo'lg'achqa, insonninki o'zining xohishining oldidagi va manfaatlarning oldidagi ojizligini bilgan bo'lg'achqa Allah subhanahu va taolo davomli o'zining xohishining kenidan kirib ketmasin, havoy havasiga birilib ketmasin deb pat payg'ambarlarni avatib turdi. Payg'ambarlar bilan billa payg'ambarlar davomli bizni qanday qiladi? Yaxshilikqa buyurib, buning bilan erishadigan mukofotlarimizni eslatib turadi. Yomonlikdan to'sib, buning jazosini bizni ogohlantirib turadi. Buning bilan birga payg'ambarlarga kitob tushadi. Bu kitob orqali o'zaro da'vatlash qilgan ishlarda bizga qana qilish uchun, hukm qilish uchun. Endi mushu kitob haqida masalan intayin oydinlashib, insonning xarakteri oydinlashib, kitob oydinlashib, qiyomat masalasi oydinlashib bo'lgandan keyin insonlar yana qanday qiladi? Ixtilof qiladi. Min ba'di ma ja'atuhumul bayinat baghyan baynahum. Oyatning oxirida mushu kitob haqida andiyana, mushu haqiqatlar haqida, qiyomat haqida, jannat haqida masala oydinlashib bo'lgandan keyin yana ixtilof qilishning sababi nima desa, dal oyat qilganda bag'i degan nima desa, had hududdan eshish, boshqalarning haqqiga tajovuz qilish, bu asli bag'. Ya'ni bir odam boshqalarning haqqini evamoqchi bo'lsa, cho'qim bu yerda o'chmanlik paydo bo'ladi, adovat paydo bo'ladi. An shu yerda yo'l ayirmachiligi, ixtilof, ziddiyat shu vaqtda paydo bo'ladi. Fahadallahu allazina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haq bi'izni. Hina Allah subhanahu va taolo her millatdagi mu'minlarni, ya'ni ta'limotlarni hayotiga uyg'unlab kitobga agashgan payg'ambarlarga iymon etganlarni dal xo'sh bishorat va ogohlantiruvchi bo'lib kelgan, xo'sh bishorat berguvchi va ogohlantiruvchi bo'lib kelgan payg'ambarlar bilan ularni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Mishqa ixtiloflashib qolgan ishlar da kishilar o'tirisida haq bilan hukm qilsin uchun Alloh subhanahu va taoloning manhajini olib keldi payg'ambarlar. Mush payg'ambarlarga iymon etganlarni Alloh to'g'ri yo'lga boshlaydi. Demek mushu şekilde insonlardagi dunyodagi hayot mushu şekilde Allah zamanda pat manhajlarni, ta'limotlarni yashash qo'llanmasini payg'ambarlardan avatib turdi. Ya'ni insonlar bu orqali tuziladi, masala o'rtaga chiqib oydinlashadi. İnsanlar to'g'ri yo'lda mangadi, ya'ni bir mezgil o'tgandan keyin yana g'ofillashadi. İnsanlarda ochko'zlik paydo bo'ladi. Allah'ın ta'limotini unutish paydo bo'ladi, xohishlar paydo bo'ladi, yana payg'ambar avatidi. Qaytadan kishilar aslidagi yo'lga qaytsin uchun mush shaklda davom qilgan dunyoning ishi toki payg'ambar alayhissalatu vasallamni eng oxirgi payg'ambar qilib, islomni eng oxirgi risolat qilib, butun dunyoga, butun millatlarga ta qiyomatga qadar payg'ambar avatganga qadar mush ahvol paydo bo'ldi. Peygamber aleyhisselam kelgan bu din bilan Allah subhanahu va taolo insonlar ta qiyomat qadar haqiqatdan taymaydigan bir ahvolga kapolatlik qildi. Ya'ni Qur'onning o'zgarmaydiganligiga kapolatlik qildi. Ilgari kunlarda hatto kitoblarni o'zgartirib o'tgan. Bu aqidaninki, islom aqidasiningki qiyomatga qadar buzilmaydiganligiga Alloh kapolatlik qildi. Mayli uni tutmangan, oz bo'lsin, ko'p bo'lsin buzilmaydiganligiga qana qildi? Kapolatlik qildi. Masalan qarasak nurg'un furuat, juz'iyat ahkamlarda garchi o'xshamasliklar bo'lsa-mu, lekin dinning asosiy prinsiplari bo'lgan, savobit muqim qismlarida, prinsiplarda, aqida qismlarida asla nima yo'q, ixtilof yo'q. İlgari ummatlar aqida boblarida hatto ixtilof qilib ketgan. Demak, masala mushtaq qilib dunyoning ahvoli tartiblandi. Dunyoning ahvoli tuzaldi. Asli masalasi bu. Asli masala bu. Ummati Muhammadiyaning xarakteri, Qur'onning xarakteri nima desanglar o'zgarmas.
Bir mezgil özgürgende qiladi. Yani kitap sünnetden ibaret bo'lgan muqim manhaj, muqim ta'limot bizni yani asli to'g'ri yo'lga qaytarib keladi. Şoňa açyk Peýgamber aleyhissalamdan keyin peýgamber ýok, Qur'andan keyin kitap ýok. Qur'an ahirki kitap, Peýgamber aleyhissalam ahirki peýgamber. Yani bu Peýgamber aleyhissalamdan adlahiliklerinin birisi, bütün peýgamberlerinin en ahirkisi ilgirki ötken peýgamberler içinde, kitapda düşmegen, yeni bir talimatını oturgu kuyalaydıgan, hukuk bilgen bir peýgamber ýok. İlla ki Peýgamber aleyhissalatu vesselam Qur'an-ı Kerim'ini bizge yetkizişden başka özünün sünneti deydigan ikinci menbäni bizge yetkizdi ve Qur'an'da yok hükümlerini hadis arkalık bizge qana qılıdı. Yetkizdi. Bu Peýgamber aleyhissalam'nınki alahidliki, yani Peýgamber aleyhissalam'a Allah bergen nimo hukuk. Qur'an-ı Kerim'de Peýgamber aleyhissalam'nın bu hukuku hakkında Sure Haşr'ninki 7. ayetinde وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ Peýgamber ekegen her qanday talimatni, her qanday buyruqni, körsatmini tutunlar. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Tosqundan yanınglar dedi. Yani bu roşan, iniq buyruq mu ayette? Peýgamber aleyhissalam'ın buyruğu bizge buyruq. Peýgamber aleyhissalam buyurgan işlerinin hemmesi biz için yaxşı. Bunun da biz özümüzni ıslah kıla alayımız. Peýgamber aleyhissalam'ınki çeklimisi biz için çeklime. Demek Peýgamber aleyhissalatu vesselam ümmetini yaxşılık yok işlağa buyurmaydı. Yaxşılık ba işlardan qana qılmaydı, tosmaydı. Çoğum tosqa işide yaxşılık yok, buyruğa işide yamanlık yok. Allah subhanahu ve taala musulmanlar cemaatini, müminlerini Resulullah'a itaat qilish qılır. Çünkü Resulullah'a itaat qılganlyk Allah'a itaat qılganlyk boludu. Ondan başka Sure Nisa'nın 80. ayetinde mi? "Men yuti'ir rasule faqad ata'a Allah ve men tawalla fema arsalnaka aleyhim hafiza." Kim Resulullah'a boysunda Allah'a boysungan boludu. Kim yüz örüse biz seni de Peygamber'e hitap qılıp durup ularga hafiz qıp. Yani hemmişni sen çokum kapalatlik şekilde qıpırdıgan qıp. Sen faqat yetkiziş vazifen var. Sen yetkizdingmi? Vazifen tugudi. Demek Resulullah'a itaat qilish, Allah'a itaat qilganlik, Resulullah'a itaat qilishni yüz öre deganlik ahiratda azab bor deganlik bo'ladi. Allah subhanahu va taala Resulullah'a üzüge ve Resulullah'a itaat qilishni ta'kidlab bizga. Sura Ali İmran'ınki 32. ayetinde "Kul ati'ullaha ve rasula" Ey Muhammed aleyhissalam'dan sizler Allah'a itaat qılыңlar, Resul'a itaat qılыңlar. Eğer onu yüz örüp qalsa, Allah kafirlarni yaxshi ko'rmaydi. Bu hammasi bizga nisbatan berilgan bir ko'rsatma. Hamda demak, Allah subhanahu va taolaga itaat qilamiz deganlik, Resulullahga itaat qilish deganlik bo'ladi. Peyg'ambar alayhissalom Resulullahga insonlarni yetaklash huquqini bergan. Çünkü Peygamber aleyhisselam haişten qana qılmaydı, saqlamaydı. Bu bir. Ondan başka ümmeti Muhammediye'ninki, Peygamber aleyhisselam'ın ümmetinin bizlerinin bir alahidlikimiz olsa, bir ilgili ümmetlerde yok bir alahidlik, Peygamber aleyhisselam bizge ictihat hukukunu bergen biz ümmetke. Yani Kur'an'da hiç delil yok, hadiste o hakta hiç nimi yok, malumat yok. Ya ki malumat bağ degan taqdirda ehtimolliq malumat bayalada ijtihad orqali masalani itiraf qilish huquqini bergan. Agar gapning oxiriga kelgan vaqtda bir narsani xulosalatli, biz bayatning gapimizda bu ummatninki oyati degandek ixtilof masalasidan chiqdi bu ahvol. Qaçan Allah Peygamber əvətədə desə, əqidə, yol, prinsipdə ixtilaflaşqa vaxtda yeni Peygamber əvətədə. Yani bu yerden şu çıqıdı ki, Peygamber İslam'ın ki, ahirki Peygamber oluşu, Kur'an-ı Kerim'nin ki, ahirki kitap buluşunun sebebi şu ki, Ümmeti Muhammediye əqidə meselesinde ixtilaflaşmaydı. Aqida özgərməz bir prinsip. Əgər aqidada, sağlam aqidada ixtilaflaşdığan ahvalımız olub qalğan bolsa, Rasulullah axırıq peyğəmbər olmaydı, Quran axırıq kitab olmaydı, özünüz peyğəmbərlə əvətilib turadı, Quran, yəni başqa kitablar əvətilib turadı. Yəni biz buna desək bəzilər oy şunca ixtilaf bağı deyişim mümkün, Müslüman taifelerinin ki, gruplarının oturup bütün ixtilaflar. Qur'andakı bir ayetini düşünüş, hadisteki bir delilini düşünüş, hadislerini düşünüş,
Muşu asasıda buludu. Yani ixtilaf qılının hammasi özünün mənbəsini Qur'an qılıdı və hadis qılıdı. Amma bu dairədən çıxıb ketgan ixtilaf musulmonlar onunğa mənsub emas. Bu ixtilaflar İslam taifelerindeki ixtilaf hesaplanmaydı. Yani buna deganlik biz asli prinsipni, asli qoidani qana qilmaymiz, tashlamaymiz. Musulmonlarning kim bilan ixtilaf qilsin, asli maqsadi to'g'ri hukmni olmoqchi bo'ladi. Hatto biz bir qism musulmonlarningki diqqat qiling, bir nuqtaga alohida diqqat qilish tegishli. Hadis bilan Qur'ondan dalil topolmay, yolg'ondan hadis to'qib o'zlarining ishlarini yurishtirayotganligini ko'ramiz tarixda. Hadis to'qib. Ani bularning hadisning to'qig'ini xato. Bularning o'rni davza qiladi. Chunki Rasululloh degan gapni dedi, Rasulullohga bo'lgan tuhmat bu, Rasulullohga tuhmatni yolg'on aytgan odamning o'rni davza qiladi mutlaqo. Ammo bizning demoqchiligimiz nima desa, ummatning xarakteri shu shaklda qurilganki, Qur'on bilan hadisning sirtiga chiqmaydi. Baya yolg'on hadis to'qig'ining shu xarakterini ifoda etadigan narsa. Ya'ni kishilar Qur'on hadisdan boshqani olmaydi. Shunga haqiqiy gapini anglatmoqchi bo'lgan odamlar amal yo'q hadis to'qiydigan gap. Biz bir hadis to'qishni aqlamoqchi emas, ammo shuni ifodalamoqchiki, ummatningki aqidaviy qismi yo'l tanlab mangadigan yo'li oyat va hadis asosida qurilgan ummat bu. Oyat va hadis asosida qurilgan ummat. Ya'ni hammamiz ummatning har bir toifasi Qur'on hadis atrofida qana qiladi, aylanadi. Hamda masala nereden chiqadigan bo'lsa, ixtilof nereden chiqadi? Masala kishilar hammasi o'xshash bir zihniyatga ega emas. O'xshash ma'lumotga ega emas. Qur'ondan oladigan tushunchasi bir-biridan farqli. Hadislardan oladigan qismi bir-biridan farqli. Hadislarning bugunga qadar yetib kelgan yo'llarningki to'g'riliq yoki to'g'ri emaslik darajasi o'xshamaydi. Buningga nisbatan ma'lumot farqli bo'ladi. Masalan, hadisga nisbatan jarh ta'dil deymiz. Hadislarning ishonchlik darajasini tashrish va uningga baholash masalasi va bu maxsus hadis tadqiqotida qo'yiladigan bir o'lcham jarh ta'dildir. Buningga nisbatan ma'lumot o'xshash olmaydi. Mana shu nuqtalardan ba'zi bir qism farqlar. Birisi ani tushungan, birisi tushunmagan, birisining qoidadan xabari va ba'zining xabari yo'q degandek masalalar ba'zi ixtiloflarni bizga qana qilgan, keltirib chiqargan. Ya'ni bu yerda demoqchi bo'lganimiz shuki, ummati Muhammadiyaninki, ya'ni biz ummatlarninki o'tirimizdagi ijtihod, ra'yi doirasi qoidalari bizni ijtihod qilish qoidasi, o'z fikrini bayon qilish qoidasi bu yo'lda amin shaklda mangadigan bir muhitni hozirlagan. Ya'ni ummati Muhammadiyaning o'tiridagi ixtilof bilinish ilgirki ummatlarga o'xshash yo'lning asosiy qismini ayiradigan darajaga bormaydi. Mush nuqtani tushunish kerak, ya'ni. Mush nuqtani qana qilish kerak, tushunish kerak. Ya'ni bu yerdan bizning alohida eskartadiganimiz nima desa, masalaning javhariga bormaslik uchun, dinning asosiy qisminingki asli osmondan tushgandek saqlanib qolish uchun Qur'onni o'zining ra'yiga asosan qana qilmaslik kerak, tafsir qilinmaslik kerak. Balki payg'ambar alayhisalom akagan yo'lga tayinib turib, ya'ni Qur'on tafsir qilishning o'zgacha qoidalari bo'ladi. Tabiiyki, mush sohada o'qigan kasbiy odamlar buni biladi. Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilamiz, Qur'onni hadis bilan tafsir qilamiz. Qur'onni sahobaning so'zi bilan tafsir qilamiz, asarlar bilan. Qur'onni arab tilidan elingan mashhur muqim bo'lgan qoidalar bilan tafsir qilamiz. Bu ummat Qur'onni saqlashga kepillik qilgan, kapolatlik qilgan ummat. Ma Qur'onga, islom risolatiga ilgirki din va kitoblar yetgan o'zgartirish, almashtirish, degidan uni butunlay qalaymagan qilitish yetsa bo'lmaydi, ham yetmaydi bu. Yetmaydi bu. Bu demakchi nima desa, mu'minlar zirak bo'lishi kerak. Har doim sezgir bo'lishi kerak. Qachoniki mayli qaysi zamonda kimlar tarafidan bizning kitobimiz, dinimizning asosi bo'lgan kitobimiz, Qur'onimiz demakchi, hadisimizdan foydalanib xato yo'llarga musulmonlarni boshlamoqchi bo'lsa, yoki oyatni boshqacha tushuntirish orqali, boshqa o'zining xohishiga mas shakl tushuntirish orqali yoki yolg'on hadis to'qish orqali qilmoqchi bo'lsa, bunday insonlarning yomon niyatini bayqishi kerak va masalani tub yiltizdan qana qilish kerak, quritish kerak.
Endi biz mana bir nuqtani tushunamiz. Yani Allah subhanahu va taolo bizga islom bilan bir ma'naviy dunyo ato qilishni iroda qildi. Biz o'zimizning ma'naviyatini islom bilan qurib chiqamiz. Xuddi hayot dunyosini suv bilan qurishni iroda qilgandek, suning su bo'lish uchun hayotning asosini su dedik ya, bizning ruhiy dunyomizning asosi islom. Suning su petdi bo'lish uchun suda tam bo'lmaslik kerak, rang olmaslik kerak, puroq olmaslik kerak. Qachonki bir paydo bo'lsa, su o'z xususiyatini yo'qotadi. Aslini saqlash kerak demakchi. O vaqtda boshqa bir narsaga aylanadi, ya o ichimlikka aylanadi, ya bir meva suyuga aylanadi, ammo suv olmaydi. Lekin suv olmaydi. Shuningga o'xshash islom bizning ruhiy, ma'naviy dunyomiz qurishning asosi o'g'achqa islom har qanday shakl va har qanday rang va har qanday tangdan xoli bo'lishi kerak. Buni shunda demakchiki men, buni shunda demakchiki. Bir din, bir jamoatning, bir guruh kishilarning, bir guruhning yoki ma'lum bir tavallikningki shakliga kirib qolsa, din ularning o'zlarining targ'ibotini taqtidigan qurolga aylanib qolsa, bugungi kunda ma'lum hukumatlarningki siyosatini davom qiladigan qurolga aylanib qolsa, bu din asli Alloh iroda qilgan doiradan chiqib ketgan bo'ladi. Esingda bo'lsin, din siyoqida qilib qilish kerak. Alloh buningga o'zguchilik bir rang vergan, dinning o'z oldiga bir rangi va buni har qanday bir davlat o'zining siyosat va qurilmasiga rang qilib ishlasa bo'lmaydi. Buna demek çoğunum dindin faydalanıp özünün işlerini yürütüsü olmaydı. Her kanat cemaat özüne dinlen perdeli olmaydı. Yani dinni özüge tabi kılsa olmaydı. Belki her kanat devlet, her kanat cemaat dinnin siyakıga giriş gerek, dinnin şeklige giriş gerek ama dinni öz şeklige, öz karakterige, öz hususiyetiga aylandırılsa olmaydı. Dinni Allah subhanahu wa ta'ala sıbgatallah deb ifodalagan Qur'oni Karimda "Men ahsanu minallohi sibghat" dinning o'zguchilik bir shakli va dinning o'zguchilik rangi va dinning o'zguchilik furuqi va bu rang, bu shakl, bu furuqni boshqa shaklga o'zgartirish, masalan, ma'lum bir shakl, ma'lum bir diniy faoliyat, ma'lum bir hayot, bu biz buni kesin rad qilamiz. Ya'ni dinni asli Alloh iroda qilgandek xarakterida saqlab qolish kerak. İslamning asli xarakterininki doirasida turish kerak. Ya'ni islomni boshqacha rangga kirgizishga asla bo'lmaydi. Bu demak, nereden chiqdi desa, bizning bugungi oyatda fahadallohu allazina amanu limaxtalafu fihi minal haqq bi'izni. Mu'minning vazifasi bu. Alloh mu'minni dal ashta uyoq buyoq ketadigan ixtilof yollardan saqlab to'g'ri yo'lga boshladi deyapti bu oyatda. To'g'ri. Alloh xalq odamni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Yani Allah subhanahu wa ta'aladan eğer hidayet istesek, Allah'tan hidayetini xalisak, Allah bizim to'g'ri yo'lga boshlasın desek, Allah tarafından keladigan hidayet ikki nuqtani bo'ladiganligini tushunishimiz kerak. Ma nuqta kallamizda bo'lsin qarindoshlar. Bir hidayet bildirib qo'yish, boshlab qo'yish hidayeti. Bir hidayet bildirib qo'yish, boshlab qo'yish hidayeti. Ya'ni bütün payg'ambarlarning vazifasi bu xildagi hidayet. Bütün da'vatchilarning vazifasi bu xildagi hidayet. Payg'ambarlar ummatlarini haqiqatga boshlab qo'ydi, haqiqatni bildirib qo'ydi, haqiqatni yetkazib qo'ydi. Da'vatchilar o'zining atrofidagi kishilarga haqiqatni gapirdi. Bu xil hidayet hammalarning ustiga vojib. Biz atrofimizdagilarni mushu xil hidayet bilan qanday qilishimiz kerak, ko'z tutib qo'yishimiz kerak. Endi mushu xil hidayetga uchrashgandan keyin inson, ya'ni boshqalarning boshlab qo'yishiga uchrashgandan keyin, men menda bu gapni bu shaklda deyishimning sababi, Qur'onda hidayet degan so'zning o'zi ikki xil ma'noda ishlatildi. Birisi qanday qilish, boshlab qo'yish. Payg'ambarlarning umumiy vazifasi boshlab qo'yish. Shu Qur'oni Karimda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sen ularni to'g'ri yo'lga boshlaysa, nima to'g'ri yo'lda ko'rsatsa degan gap. Sura Fussilatda va amma samuda fahadaynahum. Samudga to'g'ri yo'lni ko'rsatdik, hadaynahum deb to'g'ri yo'lga boshladik. Ammo ular bu to'g'ri yo'ldan xato, qorong'u, ozg'un yo'llarni tanladi. Boshlab qo'yish boshqa gap. Ya'ni avval inson to'g'ri yo'lga boshlanadi. To'g'ri yo'l ko'rsatiladi. Mush yakaga vaqtda insonning bir ixtiyorligi bor. Ya u ko'rsatilgan to'g'ri yo'lni tanlaydi, ya boshqa yo'lni tanlaydi. Agar ko'rsatilgan to'g'ri yo'lni tanlagandan keyin hidoyatning ikkinchi ma'nosi
vazifege yutudu. O nima desa, onun qalbini şu to'g'ri yo'lga echivetish, to'g'ri yo'lga kengri ma'lumot berish. Mao ikkinchi hidoyat. Bu hidoyat faqat Allohning ilkida bo'ladi. Qur'oni Karimda hatta Payg'ambar islomga Alloh nima deganda, innaka la tahdi man ahbabta. Bir odamning qalbini haqiqiy echivetish sening qo'lingda emas. Sen bir odamni bir dinga haqiqiy boshlab kirolmaysan. Bu xil hidoyat boshqa hidoyat. Bir hidoyat başlash hidoyati bu hammaning qo'lida, hatto sizlar bizning qo'limizda, atrofimizdagilarni to'g'ri yo'lga boshlab kirish vazifamiz bor. Ammo to'g'ri yo'lga kirib bo'lgandan keyin buning qalbini echib, bu yo'lda buningga haqiqiy tushunch berish, bu yo'lni vujudiga singdirish bu faqat Allohning ilkida. Bunu faqat Alloh qiladi. Buni da'vatchilar qilolmaydi, payg'ambar qilolmaydi. Faqat va faqat Allohlar qiladi. Qur'onda aniq qilib sen boshlanmaysiz buni. Sen unda hidoyat qilinmaysiz dedi. Sen unda hidoyat qilinmaysiz dedi. Demak, bir nuqtani tushunishimiz kerak qarindoshlar. Avval inson to'g'ri yo'lga yetaklanadi boshqalar tarafidan. To'g'ri yo'l ko'rsatiladi. Ko'rsatilib bo'lgandan keyin agar inson to'g'ri yo'lni tanlasa, xato yo'lni tanlamay to'g'ri yo'lni tanlasa, andan keyin uningga haqiqiy ko'rsatmalar berilishga boshlaydi. Shunga boshqa sura Baqaraning 5-ga qarasak, Alif Lam Mim zalikal kitab hudal lil muttaqin. Bu kitob Qur'on muttaqillarga hidoyat degan vaqtda ba'zi savol so'raydi. Acaba kofirni hidoyat qilmamdi deb. Mayadiki demakchi o'g'ini Qur'on tanglanib, to'g'ri yo'l tanglanib, islom tanglanib, buni tanlab bo'lgandan keyin faqat buning kuchi muttaqillarga ko'riladi. Buni bir misol bilan tushundirsam, men bir xatdim birni, ya'ni ta'limot, bir safarga chiqmoqchi. Men buningga burun shu safarga men chiqib baqqan. Nurg'un tajribalarim bor. Tajribalarimning hammani yezib bir inson bo'lish sifatim bilan, qatlab, chiroyli xat qilib, buning tanglayman. Hukam siz safarga chiqmoqchi. Safaringizda mush xatdan foydalanib ba'zi masalalarga yo'liqsiz hal qilsin. U shu vaqtida meni belginimning o'zi yetaklash hidoyat oldimi? Endi o'sha vaqtda xatni olmay, bo'ldilar. Men o'zim topa olayman. Men unda yo'l ko'rsatsangiz bo'ladi. Men o'zim bilib ish qilaman deb xatni olmasa, mening boshlagan yetaklashimni qabul qilmasa, uning hech qanday ahamiyati olmaydi uniki. Ammo u qo'limdan xatni elib, xatga haqiqiy ishinib turib, mushu birodar meni xatolikqa boshlamaydi. Bu orqali menga yaxshilik maqsad qilgan deb xatni elib o'qigandan keyin bu xatning haqiqiy kuchi, bu inson ko'rsatadigan tajribalar, ma'lumot, ta'limotlar shu vaqtida buni o'zingdi. Bu Qur'oni Karimdagi hidoyat ifodasi bu xil ma'noda. Bir ifoda yetaklab qo'yish, ko'rsatib qo'yish. Bu hamma insonlarga bo'ladi va har kimning vazifasi, payg'ambarning vazifasi. Ammo haqiqiy yo'lni buning vujudiga singdirish, haqiqiy yo'lning ichiga buni boshlab kirish bu faqat Allohning ilkida. Bu yo'lni tanlagan insonga beriladi. Ya'ni muttaqillarga beriladi, mu'minlarga beriladi, ammo kufrlarga bo'lmaydi. Şunlaşqa Qur'oni Karimda nurg'un yerda vallohu la yahdil qawmaz zolimin mesela sura Tavbada. Allah zolimlarni hidoyat qilmaydi degani. Yetaklab to'g'ri yo'lni ko'rsatib turib, qabul qilmagan odamga yordam bermaydi Alloh. Haqiqiy hidoyatni bermaydi unga degan bo'ladi. Masalan bu shaklda. Masala bo'lish bu shaklda. Masalan sura Tavbaning yana shu 80-oyatida munofiqlar haqida gap qilib ketib, munofiqlar haqida vallohu la yahdil qawmal fosiqin deydi. Nimishqa? Çünkü munofiqlarga islom tanlandi, haqiqat tanlandi. Bular musulmonlar ichida yashadi, qabul qilgan shaklga kirdi, ammo yana mushtaq holat turib bu yo'lga sodiq bo'lmagan ekan, buningga bu yo'lning haqiqati echilmaydi. Haqiqatni echish degan gap yana. Allohning hidoyat berish degan gap masalaning haqiqatini buning vujudiga singdirish. Demak, bu yo'lni tanlamadi, buningga tabiiy bermaymiz da haqiqatni. Alloh bermaydi. La yahdil qawmal fosiqin, la yahdil qawmal kafirin, la yahdil qawmal az-zalimin. Ya'ni zolimlarni, fosiqlarni, kofirlarni Alloh haqiqiy hidoyat qilmaydi. Ularga singmaydi u. Chunki ular yetaklashga unumadi. Bu yo'lni tanlamadi ular. Demak, oyat karimada Alloh subhanahu va taolo bizga bugungi darsimizda nayeti zil masalalarini deb berdi. Asli bir ummatdi. Masalaning negizi insonning xohishi, manfaat to'qinishi, asli manfaat to'qinishidan kelib chiqqan masala.
bu meselelerini atlap ötüş için insanını yaratkan zat evetken peygamber ve kitapka geçmek lazım. Muşik kitapның peygamberinin mu insana menfaatga to'g'ri yo'lga boshlash qachon bo'ladi? Sen shuni tanlagandan keyin, iymon etgandan keyin bo'ladi. Allah xalq odamni to'g'ri yo'lga boshlaydi deb bizga masalaning xarakterini, bu yo'lning xarakterini va bu yo'lga kirib ma'laydiganlarning xarakterini bizga bayon qilib berdi. Alloh subhanahu va taolo bizlarni Allah'ın haqiqiy hidoyatiga nail bo'lgan musulmonlardan. Alhamdulillahi robbil alamin.